yil ko'rilmagan oy. 5-qism. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Tövende İslam çakarları grubu tayyorlagan hicret tarihlaridan 10 yil ko'rinmagan ay nomli asarni anglitishimizni boshlaymiz. Yana bir yerda tamoq to'xtaganda men mashinadan tushibla oshxonaning kayniga chiqdim. Bu oshxona xuddi Urumchidan janubga mangsa yo'l ustida uchraydigan tungallarning oshxonasiga o'xshaydi. Men oshxonaning kayinida turgan to'xuni ko'rib, xo'jayinga to'xuni bizga setib berishni talab qildim. Men uningga biz musulmon, sening tamoqingni yeyolmaymiz. Shunga bu to'xulardan bir nechini setib bergan dedim. Oshxona xo'jayini ma'qul bo'lib, undaqda bu to'xulardan tuta olsang tutib ol, deb endi 2 oylik bo'lgan ko'jilarni ko'rsatdi. Shuning bilan men do'stim va Xalita akash uchimiz bu cho'jilarni qo'g'lashga boshlab, bakma tasda aran 2 tal cho'jini tuta oldik. Bu cho'jilar kaptardan cho'ngroq edi. Biz darhol cho'jini suyib, go'shtlarni ziqqa o'tkazib, oshpazning cho'ng uchiqiga opirib, kavob qilish uchun o't qoqladik. Ammo go'sht pishmasda avtobus shoferi bizni chaqirib, "Tamoq vaqti to'shdi, endi ma'miz" deb mashinasini qo'zg'ab bo'lgan ekan. Shuning bilan biz chalib chiqqan to'xu kavobini elib mashinaga chiqdik. Bizning buncha kechikishimiz to'xuni tutolmay bak ko'p vaqt o'tkazib o'tgan edik. Ammo chalib chiqqan kavobni har hol yegili bo'ldi. Shunda qilib bu 2 tal cho'jining kavobi hammamizga yetdi. Mana mushundoq och, to'q holda yo'lni davom qilib Kambodiya chegarasiga kelib qolgan edik. Biz bekatda avtobusdan tushib qolgandan keyin oldimizga bo'yniga qilin sharp chekib olgan 2 kishi Sallang markaliq 2 dala mashinasini elib keldi. Bu yerning havosi nihoyat issiq ekan. Ammo shoferlarning nimishqa bo'yinlarga sharp chekib olganligini bilmadim. Biz ularning mashinasi bilan bir kecha tulluq yo'l mangdik. Keyin kangri ketgan o'rmonlikqa kelib to'xtagan edik. Oldimizga bir necha motorlar keldi. Bu vaqt peshin namozga oz qolgan vaqt edi. Biz bo'lsak nihoyat echaqab ketgan edik. Chunki biz oldingi kuni Vyetnam yo'llaridagi oshxonada chalib chiqqan to'xu kavobini yegandan beri tamoq yemagan edik. Ammo shoferlar bizni mashinadan tushiribla motorchilarning motosiga mindirib yo'lga elib mangdi. Har bir motoga bizdan 2 odam mindi. Biz moto bilan yezlardagi o'rmonlikqa o'xshaydigan o'rmon orasida bir necha soat mang'andan keyin cho'ng ketgan dehqonchilik maydoniga kelib to'xtadik. Bu vaqt asr vaqti edi. Motochilarning deyishicha, hozir Kambodiya davlatiga o'tib bo'ldik. Keyin biz bu etizlikda biroz saqlagandan keyin oldimizga 2 qora ranglik Santana mashina keldi. Bizning sonimiz ko'p bo'lg'achqa birla mashinaga patmay 2 mashinada bo'linib yo'l mang'an edik. Biz o mashina bilan toki atsi attigacha to'xtamay yo'l mangib, bir yeza bozordagi yerdagi mehmonxonaga kelib to'xtadik. Qo'saq ajoyib ichib o'tadi. Kichik bolalar xurmini ko'p yeyaverib, qo'saqlari og'rib ketgan ekan. Bechara bolalarning chiroyi hozirmi ko'z oldimda turibdi. Shu vaqtda kichik bolalarning chiroyi sarg'ayib, ko'zlari o'ltirishib ketib ekan. Analarimi laylab mashinada aran o'ltiradi. Bularni ko'rib, ich og'ritgan Xalita akash endi o'zini bizga qaytadan to'ntavatdi. U akash qarindoshlarning qalbini taskin topqizish uchun chiroyli nasihatlarni qilgan edi. Shu topda qalblaringlarga nima qilarmiz, buncha jafo tortib hijrat qilib degan vasvasa kelgan bo'lishi mumkin. Shuni unutmanglar qarindoshlar. Alloh yo'lida hijrat qilishning ajri oxirgi manzilda izzat bilan yashayotgan qarindoshlar orasida birga yashaydigan holatlar, bolalarimiz haqiqiy islom sharoitida yashaydigan maktablar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam orzu qilgan shahidlikka yetish maydoniga ketyapmiz. Qiyomat kunidagi martabalik hollar to'g'risida bizga eslatib nasihat qiladi. Bu jarayonda men bilan Xalita akash bir mashinada,
do'stim boshqalar bilan boshqa mashinada edi. Biz ikki mashinada yo'l mang'achqa Vyetnamda ayrilgancha toki bu mehmonxonaga kelguncha oldi-keyni menib jam bo'lmagan edik. Biz mehmonxonaga kirdik. Bu mehmonxona oddiy yotoqlik bo'lib, cho'ng zalda yog'och bilan yasalgan Sunukong filmida chiqadigan Tavuz urug'i bo'lib rol olgan Semiz Raibning cho'ng haykali bor ekan. Mehmonxonaning xo'jayini 30 yoshlar shamisida bir ayol ekan. Biz yotoq zalida biroz o'tirgandan keyin sirtdan ikki er kishi kirib, telefonni ulab bizga berdi. Telefondagi bizga gap qilgan odam biz Malayziyaga borganda oldimizga chiqadigan qeyrinishimiz ekan. U telefonda ko'rishtirgan odamga har birimizning yo'l haqi uchun $900 pul to'lashimizni. Bu pul toki Malayziyaga kelguncha yetadiganini. Agar hozirla pul to'lasak, bugun yoki ertala yo'lga chiqadiganligimizni aytdi. Shuning bilan biz ma'qul bo'lib, cho'nglar uchun $900 pul to'ladik. Ammo kichik bolalar uchun qancha pul to'ladik, bular esimda qolmabdi. Chunki mening bolam yo'q edi. Biz pulni berib, heliqi er kishiga bizning qo'sqimiz bakli och, tomoq akilib bergin desak, u kafir, xotirjam bo'linglar, tomoq yotoqda bor deydi. Shundaqdimi bizga meva akilib bergin, bo'lmasa pulni hozir to'lay olmaymiz dedik. Ondan ular ma'qul bo'lib, bir necha kilo banan va olma akibdi. Keyin yotoq xo'jayini mehmonxonaning 3-qavatidan ayollarga bir yotoq, erlarga bir yotoq ichib berdi. Bu yotoqda yo muncha yoki hojatxona yo'q ekan. Kech bo'lganda yotoq xo'jayini bizni chaqirdi. Yeniga chiqsaq, biz uchun tomoq tayyorlagan ekan. Bu tomoq tuxum bilan basayda qo'rilgan say va oq guruch ekan. Bu tomoqni xuddi Uyg'urlar aytgandekla tayyorlagan ekan. Biz yotoq xo'jayiniga biz bu tomoqni yeyolmaymiz. Bizga tuxum pishirib bergin. Har bir odamga 5 ton tuxum bo'lsa yetadi dedik. Yotoq xo'jayini, "Bilaman, sizlar musulmon, buni yesang bo'ladi. Bu yerga kelganlarning hammasi bu tomoqni yeydi" dedi. Biz uningga, "Yo'q, biz yemaymiz. Bo'ldi, bizga tuxum pishirib bergin" dedik. Bu ayol ma'qul bo'lib, bizga tuxum pishirib berdi. Endi sizga bu tomoqning nemishqa Uyg'urlar aytgan tomoqqa o'xshaydiganini deb beray. Asli bu yotoq Uyg'ur muhojirlar uchun cho'ng bekat ekan. Har qanday odamning Xitoy chegarasida to'lagan 12 ming ko'y Xitoy puli mana bu mehmonxonagacha yetadigan bo'lib, har qanday muhojir mo'shu yotoqqa tushib, ondan mang'atgan. Bizdan ilgari kelgan Uyg'urlar yotoq xo'jayiniga tomoq etib ko'rsatib qo'ygan ekan. Shunga bu ayol bu xil tomoqni etalabdi. Mana bu bizdan bir qadam ilgari yo'l olgan Uyg'ur muhojir qarindoshlarimizning foydasi ekan. Men shuni eslatib o'tamanki, sizdan bir qadam oldingizda mang'an kishi yangi yo'l ichib, har xil badallarni to'laydi. Uning har xil to'lagan badalining foydasiga sizning yo'lingiz oson bo'lgan. Sapning oldidagi kishilar muvaffaqiyat qozonish uchun nurg'un jafo mushaqqat tortgan kishilardir. Ular keyingilar uchun nurg'un badallarni to'lagan. Men shundoq yuzsiz odamlarni uchratdimki, eng oldida menishqa shundoq oldirib ketishdi. Hatto qanchalik chiqib ketsa mayli deydi. Ondan boshqalar bir amallarni qilib, shularning so'zi bo'yicha ishni bitirdi. Bu sababli bu yerda yangi bir yo'l ochildi. Ish qilganlar tajriba to'pladi. Kunlar o'tib, bu yo'llarning ish haqi tövalladi. Shuning bilan nurg'un kishilar oz pul bilan eng oldida ko'p chiqim badaliga mang'an yo'lni mang'aladi. Ammo buni boshda mang'an kishilar anglab, xuddi yahudiylardek boshdagi so'zidan tenib, bizni qimmat yo'lga sapdi. Bizni qo'yibdi. Boshqalar manchi pulga ketdi. Bizdan manchi pul olibdi deb, hatto ko'p elib olgan pulni qaytarib bersin deb so'zlab yurdi. Texmi pastkash kishilar bo'lsa, "Palonida manchi pulim bor, mening pulimni aldab elib oldi" deb arz qilib yurishdi. Texmi ichinish xiri to'rlarda to'lab yurganlarmi bo'ldi. Tova, mana bu yuzsizlik nurg'un kishilar o'rtasida yuz bergan bo'lib, ko'p qarindoshlar arziyat tatgan bo'ldi. Har qanday ishining beshining qiyinchilik va ko'p chiqim bilan bo'lishi muqarrar emasmidi?
Shu sababdan boshda hijrat qilgan muhojirlar bilan keyin hijrat qilgan muhojirlarning farqi alohida farqli bo'lgan. Gapimizga kelsak, biz shu kuni shom namozini sirtdagi koridorda o'qish uchun azon o'qidik. Bu vaqtda bu zal bakmo tinch edi. Koridorda qator ketgan yotoqlar bor ekan. Men shom namoziga toza to'lab azon o'qidim. Azon yerim bo'lganda hamma yotoqning eshigi ochilishga boshladi. Bu yotoqlarning hammasida Uyg'urlar bor ekan. Tova, biz bu yerda Uyg'urlardan bizlar bor deb o'ylagan edik. Azondan keyin G'aylita Akash imom bo'ldi. Boshqa yotoqlardan taxminan 30 atrofida odam chiqib, biz bilan birga namoz o'qidi. Namozdan keyin bir necha odam bilan paranglashib, bu yerda turvatqili qanchalik bo'lganligini so'rasak, ba'zilariga bir hafta, ba'zilariga 3 kun bo'lgan ekan. Shu vaqtda mening mo'lcharimcha bu yotoqda 100 dan ko'proq odam bordek qiladi. Ondan hammamiz yotoqlarga kirib ketishdik. Ular bilan bak ko'p gaplashmadik. Xuftan namozi bo'lganda men koridorga chiqib, yana azon o'qidim. Ammo bu qatam odam chiqmadi. Faqat yoshli cho'ngroq bir odam chiqib, bizning bundoq azon to'lab namoz o'qimasligimizni, namozni hammamiz o'zimizning yotoqimizda o'qishimizni aytdi. O kishining aytishicha, diqqat qilmasak bo'lmasmish. Men sizlar qo'rqsanglar, biz qo'rqmaymiz, deydi tamshilishimga Eliqli G'aylita Akash chiroyli o'zir aytib, u odamni yotoqqa kirgizib o'tdi. Biz xuftan o'qib bo'pla yotoqqa kirib toza uxladik. Chunki biz tuzuk uxlamag'ili necha kun bo'lgan edi. Bu necha kun jarayonida jiddiy yo'l yurib, bir-birimiz bilan tuzukroq paranglashmagan edik. Ertasi bomdodga aram turdik. Namozdan keyin yana uxlayotsak, taxminan soat 9:00 atrofida ishni qattiq qilib birsi chekdi. Bu qitimliq anglitishimiz bu yerda tugadi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat. Assalomu alaykum.